Aziz qaynonam bilan guruch va salatlar yeymiz. Men guruch va salatlarni birga qo'shib yemoqchiman. Qaynonam alohida qilib mana yemoqchilar. Tak, birinchi guruch olamiz. Isigan bu tayyor pishgan guruch. Undan keyin kimchini turnani, yog'ini, suvini to'kib yuboramiz. Bo'lmasam yog'li bo'lib ketar ekan, qaynonam aytdilar. Endi bu yerga qalampirli pasta qo'yamiz. Qalampir pastasi, kunjut yog'i. 3 minut ichida ovqat tayyor bo'ldi. Koreyani shunisini yaxshi ko'raman. Ovqat juda ham tez pishirib yesa bo'ladigan ovqatlar ko'p. Bismillah. Chunki yarim tayyor mahsulotlarni ko'p sotadi Koreyada. Qaynonam nasıl yo'q bugun. Alohida ovqat yeyman deb o'zlari tomonga ketdilar. Sen shayda yegin deb. Chunki haligina bitta video olaylik deb aytdim. Surazu nostalgiyalar yo'qolib qoldi.